Allah Teala Kur'an'da merhamet kılıp aytadi ki Estağfirullah. Afamen yemşi mukibben ala vecihihi ahda emmen yemşi seviyen ala sıratın müstakim. Ayağını ostiga qarab, bo'ynini egib, oyog'ini ostiga qarab yurgan to'g'ri ketadimi? Mundoq boshini ko'tarib, uzoqqa ko'zlab, atrof yonga mundoq qarab, nazar tashlab yurgan to'g'ri yuradi. Oyog'ini tagiga qarab ketayotgan birdaniga ariq chiqib qolsa to'xtata olmay qolib duppaytib tushib ketadi, yo bir chuqurlik chiqib qolsa ham o'zini to'xtata olmaydi. Alloh bu yerda nimaga o'xshatma qilyapti? Imonsizni, oxiratdan umidi yo'qni, Allohga ishonmaydiganni. Faqat shu bugunni o'ylaydi, shu bugunni yesam yoki ertaga zapas olib qo'ysam. Shu bugungi maishatni, shu bugungi rohatni o'ylaydi-da, u yoqda hisob kitob borligi, qarilik borligi, boshqa ishlar bo'lishligini qaramaydi. O yoqdan chuqur chiqib qoladi, boshqa narsa. Shu mushrikni faqat oyog'ini ostidagini ko'rib, undan narini ko'rmaydiganga keltiryapti Alloh. U birdan bir nima tushsa, choqmi boshqa bir qoqiladi, yiqiladi. Lekin bundoq atrof yonga qarab yurgan, oxiratni eslab yurgan namoz o'qiydi. Bo'lmas ekan u namoz o'qimasa. Qiyomatda birinchi ko'riladigan ish namoz bo'lsa. Manhur. Savob ish bo'lsa, oxiratni o'ylab gunohdan qaytsa, haromdan qaytsa, ana bu narsalar go'yo uzoqni qarab ketayotganga o'xshaydi. Odamga odam sadaqa beradi nimaga? Bundan bir kuni qaytsin debmi? Yo bir zo'r bo'ladimi debmi? Yo'q. Oxiratim obod bo'lsin. Zora shular bir kuni boshimga panoh bo'lsin. Biron bir balo bo'lsa shun bilan daf bo'lsin. Lekin u bo'yin egib yurgan, yerga qarab yurgan bo'lmaydi. Shuni mushriklarda shunday odat bo'lar ekan. Yerga qarab yurish odatlari bor ekan. Oyog'ini ostiga. Musulmonlarni shuning uchun aytadiki, yo jama'amda qilmasu, to'g'ri boshingni ko'tarib yur deyiladi. Hazrati Umar yerga qarab xuddi bir nima qidirib yurganini ko'rsa bir urib qo'yar ekanlar. Boshingni ko'tarib yur musulmon. Allohdan nima xafa bo'ldingmi? Nimaga egilib yuribsan yerga qarab? Ko'tar boshingni. Xudoni yaratib qo'ygan dunyosiga qarab shukr aytib yurgin. Bir narsadan xafa bo'ldingmi yo Allohni yaratib qo'ygan biron nimasidan deb tanbeh berib qo'yar ekanlar. Albatta to'g'riga qarab yurgan odam hamisha qoqilmay